Mikroiголочный sekretniy RF apparati hozirgi kunda juda ham zo'r trendda bo'lyapti. Bu apparat butun Yevropa bo'ylab zo'r natijalar ko'rsatyapti va biza bu klientimizni bo'yin sohalarida ishlaymiz. Ya'ni bularda bo'yinda yosh o'tgandan keyin bo'ladigan har xil osilish holatlari va yig'ilish holatlari bo'lib qolgan. Buni mikroiголочный RF bittada zo'r yoy beradi. Bu apparatimiz bir vaqtda o'zidan 30 ta 20 ta igovkani teriga chiqadi. Bu RF orqali bo'ladi, ya'ni issiqlik ham beradi. Qilingan har bitta joyda lifting effektini beradi eng birinchi bo'lib va terida bu travmani teri organizm восстановление qilish hisobiga hamma kollagen elastinlarni ishlaydi. Avtomatik teri sohalarimizda kollagen elastin ishlashni boshlagandan porali sujeniya bo'ladi, har qanaqa muammolarga yechim bo'ladi. Ya'ni ugridan qolgan chuqur poralarni ham bu yaxshi lecheniya qiladi. Badandagi barcha zonalarga ham yaxshi yechim bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hozir biza bir yoq taraflariga ishlab berdik. Buni o'zi asli effekti 2 haftada bo'ladi, lekin ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerdagi yig'ilishlardan, mana skladkalardan bu yoqdagi yig'ilishlar ancha kamaygan mana. Mana bu yoqdagi yig'ilishlardan, mana yig'ilayotgan joylardan, demak, oshiqcha terimiz ancha kamaygan bu yoqda. Skladkalarga e'tibor bersanglar, bu ko'lsa Venera hammada bo'ladi, lekin mana bunaqa 3-4 tali skladkalar bu yoqda kamaygan. Bu yoq sohasida ham xuddi shunaqa. Buni hali effekti teri o'zi восстановление qilgani hisobiga biz hozir gyaluronka surdik. Bu pitatsiya bo'ladi. Уже 2 haftadan keyin ancha teri taranglashadi.